Shunaqadan yaxshi ko'raman-da. Qani shakari katta qoshiq. Katta qoshiq yemagan. Yemagan katta qoshiq. Yurib yemabdimi? Qolib ketibdimi joyida? Probka ekan. Shunday yomon ekanman-da. Buzoqcha o'zi o'tlaydigan joyga. Sutli kofe tayyorlayapman. O'sha qoqib kela qoldi buzayda. Xo'pmi? Ham qolsa. Nima bo'lyapti? Tegma unday kenga, Osiyo. Tegma bolaga. Al ham non to'g'ri Osiyo sutinga. Hozir tiqilaman buni men. Jim o'tir. Xayrli tong hammaga. Xayrli tong hammaga. Yaxshi dam oldinglarmi? Qadrdonlarim. Asta-asta negativchilarga aylanib qolmasanglar bo'ldi. Ishdan keyin debsizlar. Voy, men har doim ishdan kiyaman. Tiktirilgan sho'rtiklarim kalta. Sotib olinganlarimni uzunroq. Men qizligimda, kindigimda bir qarich ochib, sho'rtik, futbolkalarda yurgan qizman. Hali ham shunchalik kiyinib qoldim. Kimdir aytibdi, hijobga kiring deb. Men tayyor emasman hali. Balki bu xatodir, lekin men tayyor emasman. Men hijobga kirsam to'yda o'ynamayman. Men hijobga kirsam 5 mahal namoz o'qib, keyin hijobga kiraman. Shunchaki hijobga kirib olib, ana namoz o'qimay, suralari bilmay yurmayman men. Men kirgan kunimdan boshlab bunday qilaman. Agar Alloh o'sha kunlarga yetkazsa, xuddi mana shu ishni qilaman. Ishdan keyin deydigan masalaga kelsak, bu shaxsiy chegaramdan o'tishga kiradi. Men shaxsiy chegaramdan o'tmaydi, iltimos. Mana meni qizim, Osiyo. Aya. No. Ana kun chiqargan sarimoyim. Sarimoy yegan kelinglar. Muzdek payti shirin bo'ladi. Bu ham tog'amni uyini eslatadi. Desdeymi? O'tir. Voy, aynana qizim. Keyin kommentariyalarda qayerdansiz, nechinchi yilsiz degan savollar kelganda, men hammasiga javob yozyapman-da, chunki men kibrlanmayman, kibrni yomon ko'raman. Lekin balki YouTube qoidalariga bu to'g'ri kelmasdan balki o'chirib qo'yayotgandir. Lekin men hammasiga javob yozganman. Kimdir 3-marta yozyapman. Aytmayapsiz qayerdanligingizni debdi. Men Sirdaryo oblast Boyovutskiy rayon. Do'stlik mahalla ulitsa Gulchilar 34. Shu manzilim. Molim bugun esa jahlimni chiqardi. Dumini hali boshimga, hali yelkamga ura, hali ham bugun qandaydir ko'nglimga kelib tandir xalatni kiyib boruvdim. Keyin qarasam boshimga ham uryapti. Borib kepkamni ham kiyib keldim. Ana quyosh kepkamni. Keyin kiyib sog'ib bo'lganimdan keyin kepkani yuvib qo'ydim. Molda dumi tegdi deb xalatni yechib ilib qo'ydim. Ba'zida mol rosa shunday jahlimni chiqaradi. Kelinlar bo'lardi-yu, yosh kelinlar.
Bir narsani bilmaydi-da, aytsang bitib eshitib turadi-da, lekin amal ham qilmaydi-ku. Ana shunga o'xshaydi muallimning xarakteri. Bunday ko'ziga qarasam, bunday qilib ichida g'arazi borda bitib yoni bilan meni kuzatayotganga o'xshaydi. Ich deyaptimi? Ha, yuraver. Tush yuraver. Bo'ldi. Mana lapatga. İçim chiqmaydi-da. Qo'ysanglar-chi. Bo'ldi. Bugün yo'q, hali chiqmadi. Boşta değil mi? Bo'ldi bu. Meni ishtonimda gapiradigan yaqinlarim. Bo'ldi qilinglar, boshqa gapirmanglar.
Buni qarang. Kecha qo'shni opa Banisadan keluvdi, qatiq olib chiquvdim, yo'qlab, so'rab, hol so'rab chiqqan edim. 10 gilos berib yuboribdi. Bolalarga kompot qilib beraman, ichishiga har doimgi ye. Qishga emas, ichishiga. Kompotga suv qo'ydim. Birga tayyorlaymiz. Ko'chadan kirganingizda, hovlimizga darvozadan kirganingizda o'ng qo'lda buzoqchani bog'lab turamiz deb o't qoldiruvdik. Endi bugun shuni ham yulib boshlaymiz. Bo'ldi, bog'ladik, chala edi, bog'ladik, chala edi. Xullas darvozadan kirganingizda o'ng qo'l o't bosib yotibdi. Mana o devor taglarini o'g'lim bilan yulib kelgandik. Ya'ni baladay o't bosibdi. Mana shu shifergacha buzoq bog'lab turamiz, onasi dalaga ketganda dedik. Judayam yomon bo'lib yotibdi. Endi chop tashlaymiz, o'tab tashlaymiz. Bitta bugun emas, necha kundir qilaman-da kam-kam. Ha, aytgancha kimlardir kelaman deyotganda, endi mana kelinglar, yordamlaring kerak. Xudo xohlasa 1-2 kunda molxonaga beton tashlaymiz. Ana shunda qizimga qarab turishga odam kerak. Men ustalarga ovqat qilaman, bir narsalar pishiraman, uy yig'aman, molga qarayman. Kelinglar. Yordam kerak rostdan ham. Sanatoriyaga borishdi, o'rniga siznikiga borsammi degan opam keling. O'sha tepada boya aytdim manzilda. O'sha manzil bo'yicha kelavering, topasiz meni. Kompotlar tayyor bo'ldi mana. Gilosli, omonlik, somonlik bu ham. Birinchi marta buyilgi achchiq gilosdan kompot qildim. Abidgacha shunday lohas, lanch bo'ldim nimagadir. Rosa bir yomon bunday og'ir bo'lib yurdim-da. Shunga hozir Osiyo bilan Abidda rosa uxladik. Uxlab turdik, endi tezroq ovqat qilish kerak bo'lsa. Reja daftarimga ham yozganim yo'q edi. Osiyo qizim sochini yig'amiz. Nupagadiga o'xshab qopti, qaranglar, sochi jingalak bo'lib. Nupagadi debman, qarang. Volk o'xshab qopti. Qizimda meni, shu qizimda shu. Sochingizga nima bo'ldi, qizim? Buncha jingalak bo'lib qopsiz? Sochingiz kimning sochiga o'xshaydi? Sochingiz kimnikiga o'xshaydi? Ayanikiga o'xshaydimi? Amma bugunda har kun yig'ib qo'yadi. Amma ketdi.
Yo'q endi yig'adigan odam. Nuppagadi. Nuppagadi. Amaga borasizmi qizim? Neneni amma taqib qo'ydimi? Amma olib kelib berdimi neneni sizga? Bunday qilingchi, burilingchi sal. Keling, bering. Mana meni qizim. Ay bu, muncha darodagina chiroyli bo'lib ketaverasiz. Voy, aynanay bo'lsa qizcha. Shirin qizim-da meni. Bo'ldi endi. Endi joyida yig'ib, yana boboyagidek qilib qo'yamiz. Yo'q qizim. Hozir. Boya kiyib yurgan ko'ylagimni yechib tashladim. G'ashimga tegdi shunday. Ammo kichkina bo'lib qopti-da. O'tgan yil bundan ozg'inroq bo'lgan ekanman-da. Yechib tashladim. Ko'pami? 2 sekundda yetar. Shu. Mana bular ye. Qara qancha o'tiraman. Yemisan? Nozlamasan? O'sha pastga tushib tip qilaman deydi. Tip degan yuraman degani. Shuni endi chizzasi botmasin deb kiygizib qo'yapman. Qo'yib turadi. Neni keladi hozir. Neniga ko'rsatasan, ha, shu. Kiyganingni ko'rsatasan. Buni ham qo'shnim bergan. Osiyo yura olmaganida aytaman qo'shnilarim yaxshi deb. Tizzalab yurganini ko'rib, tizzasi botmasin, menda bor deb berdi. Ko'tar oyog'ing. Ko'tarib tur, shuni. Oyog'ing isib ketadi endi Osiyo, lekin botmaydi. Ko'r. Voy, молодец.
sigir sog'ib oldik. Makaron palov qilyapman. Hozir ko'rsataman.